Assalomu alaykum. Mana bugungi darsimizda kompyuterimizdagi Windows'ning aktivligini tekshirish hamda Windows'ni aktivatsiya qilishni ko'rib o'tamiz. Birinchi navbatda Windows aktivatsiya nimaga kerakligini bilib olsak. Windows aktivatsiyasi kompyuterimiz to'laqonli foydalanishimizga yordam beradi. Windows 7 larda ko'pincha Windows aktivatsiyasi o'tsa, qora fon paydo bo'lib qoladi va mananday yozuvlar chiqib qolishi mumkin. Bu esa noqulaylikka keltiradi. Windows 7 dagi holat ko'rib o'tdik. Endi Windows 10 da ham ko'rishimiz mumkinki, bunda qayta ko'proq funksiyalar ishlamay qoladi. Oddiygina misol, рабочий stolni обоylarni almashtirish kabi imkoniyatlarni yo'qotib qo'yamiz. Windows 7 da kompyuterning svoystvasiga kirgan holatda buni aniqlashimiz mumkin. Bunda kompyuterni bosib, svoystvasiga kiramiz va pastki holatdan bilib olishimiz mumkin. Agar aktiv holatda bo'lsa, aktiv yozuv yoki mana shunday so'roq berishi mumkin. Windows 10 va boshqa Windowslarda ham shu tariqa tekshirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi.